xizmatlar. Men ismim Ro'zaxon, Farg'ona shaharidanman. Kompaniyaga kelishdan maqsadimiz salomatchilik bo'lgan. Xo'jayinim onkologiyadan shifo topgan, men o'zim gaymaritdan, grijadan shifo topganman. Qizim miomadan shifo topgan, nevaram allergiyadan shifo topgan. Nana balzamlarni ichib, shunaqa yaxshi shifolar topdik. Shuni yaratganlarga beadad shukrlar, rahmat. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Sizlarga ham tavsiya qilaman, ichinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'jayingiz ximiya olganmilar? Ha, xo'jayinim ximiya olgan, 5 ta ximiya olgan, lekin tuzalmagan. Miya rakidan shifo topgan. Ximiya olganda battar bo'lavergandi. Keyin shu nano balzamlarni ichgandan keyin ancha yaxshi bo'lib o'zgardi. 7 oy ichdilar. Immunolux ichganlar. Qolganlarini ham Powerspring ham ichganlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtdoshlarimizga nima deysiz? Yurtdoshlarimizga hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'lish uchun nano balzamlardan iste'mol qilinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.